أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün yana inşallah Allah Azza ve Celle nasip qilsa Qur'on va sunnatda muslima ayolning shaxsiyati nomli darsimizda davom etamiz. Hop, o'tgan darsimizda aniqrog'i biz avvalgi darslarimizda muslima ayolni Robbisiga bo'lgan vazifalari, ya'ni Robbisi subhanahu va taoloning qarshisidagi vazifalari haqida gaplashgandik va undan keyin yangi bob kelgandi. Bu bobning nomi muslima ayolni o'ziga bo'lgan, ya'ni o'zini ustida bajarishligi kerak bo'lgan vazifalari haqida bob boshlangandi. Va bu bobning birinchi mavzusi muslima ayolni o'zini vujudiga, o'zini badaniga bo'lgan qilishligi kerak bo'lgan majburiyatlari haqida gaplashdik. Va aytdikki, muslima ayol yeyishligida, ovqat yeyishligida, ichishligida nima qiladi? O'lchovi bilan yeydi. Ko'p ham yemaydi, oshiqcha ham yemaydi. Ya'ni ko'p yeb olib, mana bu holatda semirib ketmaydi va juda ham oz yeb, mana bu holatda nima qilmaydi? Ozib, hech narsaga yaramaydigan, erini ham haqqini ado qila olmaydigan, uy ishlarini ham ado qila olmaydigan ayol bo'lmaydi va me'yorda bo'ladi dedik. Va bundan keyin aytdikki, muslima ayol mana bu narsalarni yeganida yoki muslima ayol bir farzand ko'rganida bu xoh istasin, xoh istamasin vujudida ba'zi bir gormonlarning o'zgarishligi, ba'zan o'zi xohlamagan holatda semirib ketishligi, o'zi xohlamagan holatda unga yoqmaydigan ba'zi bir holatlar bo'lganida buni yo'qotishligi uchun ham Alloh subhanahu va taoloning unga bergan sog'lig'ini, ne'matini ado qilishligi uchun, sog'liq ne'matida mustahkam tura olishligi uchun nima qiladi dedik? Badanida, mana bu badanidagi oshiqcha bo'lgan yog'larni ketkazishlik uchun sport bilan shug'ullanadi dedik. Ya'ni mana bu sport bilan shug'ullanishlik kerak ekanligini aytdik. Va yana aytdikki, mana bu badaniga e'tibor bergani kabi mana bu badanining tozaligiga, kiyimlarini tozaligiga e'tibor beradi dedik. Va bunga dalillarimizni aytdik. Va yana bu bilan birgalikda muslima ayol og'zini tozalab yuradi, tishlariga e'tiborli bo'ladi. Ya'ni og'zini har doim tozalab yurishligi kerak bo'ladi dedik. Va tishlariga ham mana bu holatda e'tibor berishligini, bunday qanday qilishligini nima qildik, aytdik. Bugungi mavzuyimiz muslima ayolni aqlini himoya qilishligi kerak bo'lgan ba'zi bir vazifalari bor. Ya'ni muslima ayolni aqliga bo'lgan vazifalari desak ham bo'ladi bugungi mavzuni. Muslima ayol kishi qandayki badani bilan aloqali bo'lgan vazifalarni bajargani kabi aqliga ham xuddi shunday e'tibor beradi. Ya'ni muslima ayol shunday ayol emas. Faqatgina badaniga e'tibor beradigan, faqatgina kiyimlariga e'tibor beradigan, faqatgina mana bu figurasiga e'tibor beradigan ayol haqiqiy ma'noda muslima ayol bo'lmaydi. Albatta muslima ayol bularni ham qiladi, bularni ham bajaradi, badaniga ham e'tibor beradi, tishlariga ham e'tibor beradi, kiyimlariga ham e'tibor beradi. Bunaqa holatda o'ziga e'tibor berib, o'zini to'g'rilaydi kamchiliklarni. Bu bilan birgalikda muslima ayol aqliga ham e'tibor beradi. Ya'ni aqlini ilm bilan to'ldiradi. Aqlini bekorchi, bid'at, xurofot narsalar bilan emas, ilm bilan to'ldiradi. Chunki muslima ayol shu narsani bilishligi kerakki va muslima ayolni juda ko'p bu narsani bilib, mana bu majburiyatni o'zida his qilishlik kerakki, muslima ayol bilan bizning shariatimizda erkaklar bir xil majburiyatdadir. Ya'ni ham muslima ayol, ham muslim erkak bizning dinimizda ikkalasi bir majburiyatga ega. Bu nima degani?
Alloh subhanahu va taolo oyatda qandayki musulmonlarga, musulmon erkaklarga Alloh azza va jalla biror bir oyatda mana bu amallarni qilinglar degan bo'lsa, bu amalni qilishlik ham ayol kishi uchun farz yoki vojib yoki sunnat, ham erkak kishi uchun ham. Ya'ni bizning shariatimiz musulmonlarni erkaklarga alohida, ayollarga alohida qilib nima qilmagan? Oyatlarni nozil qilmagan. Buni ba'zi bir istisnoslari bor. Buni inshaalloh vaqti kelganda gaplashamiz. Lekin umumiy holatda bizning shariatimiz erkaklarga qanday biror bir amalni farz qilgan bo'lsa, u amaldan mana bu ayollar ham so'raladi. Mana bu amallarni erkaklarni qilish majbur bo'lsa, erkaklar mana bu amallarni qilishlik majburiyatiga ega bo'lsa, bular ham xuddi shunday shu amallarni bajarishga majburdirlar. Va bu muslima ayol mana bu dinini o'rganishligi uchun va dunyosiga ham foyda bo'lishligi uchun ba'zi bir ilmlarni o'rganishlik kerak. Va bu ilmlarning eng boshida keladigan narsa dunyoviy emas, shar'iy ilm hisoblanadi. Bugun afsuski juda ko'p ayollarimiz shar'iy ilmdan bexabar, dunyoviy ilmlarning orqasidan yuradi. Bu noto'g'ri emas. Biz avvalo shar'iy ilm bilan mukallafmiz. Ya'ni biz avvalo shar'iy ilmni o'rganishga majburmiz. Ham erkak kishi bo'lsin, ham ayol kishi bo'lsin. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytadiki, ilm o'rganishlik har bir musulmon ayolga va musulmon erkakka farzdir dedi. Demakki, bizni dinimizda har bir ayol va har bir erkak nima qilishlik kerak? Mana bu Alloh subhanahu va taoloni ularga farz qilgan shar'iy ilmlarini o'rganishligi kerak. Va aytganimizdek, mana bu ilmlarni o'rganishda erkak bilan ayol teng hisoblanadi. Erkak bilan ayol teng hisoblanadi. Bizning dinimiz, islom dini ayollarni faqatgina shahvoniy hislarni qondirishligi uchungina bizning dinimiz ayollarga mana bunaqa holatda e'tibor bermaydi. Ya'ni ba'zi bir erkaklar o'ylashligi mumkin, biz ayollarni faqatgina shahvoniy hislarimizni qondirish uchungina nima qilamiz? Bular bilan uylanamiz. Yo'q, bunday narsa yo'q. Islom dini qandayki erkaklarga ba'zi bir vazifalarni yuklagan bo'lsa, ayol kishiga ham xuddi shunday vazifalarni yuklagan. Ya'ni musulmon kishi, haqiqiy musulmon erkak ayol kishiga bir go'sht parchasi sifatida qaramaslik kerak. Chunki buni ham Alloh subhanahu va taolo yaratgan, bizni ham Alloh subhanahu va taolo yaratgan. Qandayki uni o'zini xohishlari, o'zini istaklari bo'lsa, xuddi biz shu qandayki o'zimiz xohishlarimiz, o'zimiz istaklarimiz bo'lsa, xuddi shunday ularni ham istaklari, ularni ham xohishlari, ularni ham ba'zi bir qiluvchi o'zini tabiatiga mos bo'lgan nimalari bor, ishlari bor. O'shaning uchun shariat nima qilmaydi? Ayol kishiga faqatgina bu shahvoniy hisni qondirishligi uchungina yaratilmagan. Va shariat bu ayol kishiga qanday biz ustimizga vazifalar yuklagan bo'lsa, mana bu ayolning ustiga ham xuddi shunday vazifalarni yuklagan. Bulardan birinchisi ilm o'rganishlik. Ilm o'rganishlik. Biz ayollarga mana bu ko'z bilan qarashligimiz kerak. Biz ayollarga faqatgina shahvoniy hislarimizni qondirishlik uchun uylanmaymiz. Biz ayollarga faqatgina o'sha kamchiliklarimizni, uydagi ehtiyojlarimizni qondirsin, bizni kirimizni yuvsin, ovqatimizni qilsin, bolalarimiz faqatgina bu narsa bilan nima qilmaymiz? Bu narsalar bilan ularga uylanmaymiz. Biz bu ayollarga uylanamizki, mana bu ilmni bular ham o'rgansin, biz ham o'rganaylik, bizi xatolarimizni ayollarimiz ko'rsatsin, ayollarimiz xatolarini nima qilaylik, biz ko'rsatamiz. Shunday qilib Alloh subhanahu va taolo Qur'on va sunnatda erkak va ayolni teng huquqli qilgan. Erkakni qilish kerak bo'lgan vazifalar qanday erkaklarda bo'lsa, xuddi shunday mana bu erkakni qilish kerak bo'lgan vazifalarni ayollar ham nima qilishlik kerak? Bajarishligi kerak. Va mana bu narsani idrok qilishlik kerak ayol kishi. Muslima ayol mana bu ilmni o'rganishlik kerak ekanligini his qilishligi kerak. Mana bu ayol, men muslimaman, men musulmon bo'ldim degan ayol ilm o'rganishlik kerak ekanligini, ilm o'rganishni farz ayn ekanligini bilib, mana buni idrok bilan o'rganishligi kerak. Xo'p, biz ayollarga qaraydigan bo'lsak, biz ayollarimizda shunday narsa borki, erimni dinida bizni ko'pchilik ayollar. Ya'ni erim nimani tushunayotgan bo'lsa, nimani o'ziga aqida qilib olgan bo'lsa, men ham mana shu aqidadaman deb yurishadi. Bu noto'g'ri. Ya'ni Alloh azza va jalla sizga adashib ketganligingiz uchun eringizga qo'shilib sizga uzr bermaydi. Ya'ni men qiyomat kuni ey Allohim, men erimga ergashib ketgan edim, men uyda o'tirgan edim, men bilmasdan
erim nima desa xo'p deb ketgan ekanman deganingizda Alloh subhanahu va taolo sizga ha bu endi nima qilsin, bechora uyda o'tirardi-da, bolalariga qarardi-da, bu endi zaif bo'lganligi uchun men uni kechiraman demaydi Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo sizga aytadiki, o'zing o'rgansang bo'lmasmidi? Men senga kitobimni nozil qildim, payg'ambarimni yubordim. Ha, qaysi tilni biladigan bo'lsang, o'sha tillarda hammasida bu kitobni va sunnatni tarjimasini men senga yetkazib qo'ydim. Har qanaqangi hujjatni seni ustingda qoyim qildim, lekin sen o'rganmading. Sen eringni ko'r-ko'rona taqlid qilding. Sen akalaring ko'r-ko'rona taqlid qilding. Sen shayxlaringni ko'r-ko'rona taqlid qilding deydi. O'shaning uchun mana bu narsani muslima ayol idrok qilishlik kerak. Ertaga eri adashib ketgan paytda, chunki inson har doim adashadi. Xoh fiqhiy masalada adashishlik bo'lsin, xoh Alloh saqlasin aqidaviy masalada adashishlik bo'lsin, xoh boshqa bir masalalarda adashishlik bo'lsin, adashadi. Mana bu holatda ilm o'qigan, mana bu holatda ilmni o'ziga dard qilgan ayol, ilmni qay darajada o'rganishligini, farz ekanligini idrok qila olgan ayol erini mana bu jarlikka tushib ketishligidan nima qiladi? Himoya qilishga harakat qiladi. Mana bu erim jarga tushib ketmasin, mana bu shirk botqog'iga botib qolmasin, mana bu kufr e'tiqodga kirib ketib qolmasin, mana bu shirk bo'lgan amallarni qilib qo'ymasin deb erini ogohlantiradi agar ayol ilm o'qigan bo'lsa. Mana bu ilmni o'rganishlikni farz ekanligini idrok qilgan bo'lsa, mana bu narsani o'rgatadi. Agar mana bu narsani ogohlantirganda erini ketayotgan yo'lini shirk ekanligini, kufr ekanligini aytganda ham agar eri quloq solmaydigan bo'lsa, lakum dinukum valiyadin deb turib, kerak bo'lsa ajrashadi. Ana shu uchun mana bu narsa ilmni idrok qilib o'rganishligimiz kerak. Lekin agar ilmni farz ekanligini idrok qilib, tushunib yetib o'rganmagan bo'lsak-chi, Alloh saqlasin, erimiz kofir bo'lsa, biz ham kofir bo'lamiz, erimiz munofiq bo'lsa, biz ham munofiq bo'lamiz, erimiz har kunda bir, yilda bir marta, oyda bir marta aqidasini o'zgartirsa, aqidasini o'zgartirib olamiz. Biz ayollarimiz afsuski juda ko'p shunday. Erini dinida, erini aqidasida. Bunaqa narsa yo'q. Ya'ni boshida aytganimdek, bizi ba'zi bir da'vatchilar aytayapti, ayol kishi shu erini shahvoniy hislarini qondirsin, o'zi ko'rpasida yaxshi ayoli eriga munosabatini qilsin, aloqasini qilsin, bolalariga qilsin, bu yetadi. Bunaqa narsa yo'q opalar. Bunaqa narsa yo'q singillar. Sizlar qandayki erkaklarning ustiga majburiyati bo'lgan bo'lsa, dinda qilishligi kerak bo'lgan, majbur bo'lgan ishlar bo'lsa, xuddi shu ishlar sizlarda ham ustinglarga farz. Qandayki erkaklarga ilm o'rganishlik, ha? Mana bu narsani amalda, hayotlarida bajarishlik farz bo'lsa, xuddi shu narsa sizlarning ustinglarga ham farz. Bu ayol kishi faqatgina shahvoniy hislarni qondirish uchungina yaratilmagan. O'shaning uchun mana bu holatda biz erimizni dinida bo'lmasligimiz kerak. Biz o'zimiz ilmni idrok qilishimiz kerak. Ilmni qanchalik o'rganishligimizni kerakligini bilib, tushunib yetib, shunga harakat qilishligimiz kerak. Qaranglar. Xuddi shu narsani tushungan islomni bosh yillardanoq endi ulg'ayayotgan islomga kirgan ayollar mana bu narsani tushunib yetgan. Ya'ni ayollar, sahobiya ayollar, mana bu ayollardan biz o'rnak olishligimiz kerak. Ana bu Instagramda 50 mingta podpischasi bor odam yoki Twitterda, qayerda, Facebooklarda yuradigan ayollardan emas, yoki mushrikalardan emas. Biz mana bu sahobiya ayollardan namuna olishligimiz kerak. Mana bu insonlarga o'xshashga harakat qilishligimiz kerak. Mana shunday qilsakgina Alloh bizdan rozi bo'ladi. Qaranglar, islomning ilk yillaridanoq mana bu ilmning qiymatini idrok qilgan, tushunib yetgan ayollar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoniga kelishadi, ansoriy ayollar. Aytishadiki, ey Allohning rasuli, bizga ham bir kun ayirsang bo'lmaydimi? Ya'ni bizga ham bir kun ayirgin, ana shu ayirgan kuningda biz uchun dars o'tgin, bizga ilm bergin deydi. Nimaga buni aytadi? Aytadiki, sahobalar, sahobiya ayollar, mana bu erkaklar bizdan o'tib ketdi. Ya'ni mana bu erlarimiz seni yoningda ko'p yurganligi uchun, sendan ilm talab qilganligi uchun, bizdan oldinga o'tib ketishdi. Biz orqada qolib ketdik. Ey Allohning rasuli, bizga ham bir kun ayirgin, bizga ham mana bu Alloh azza va jallani dinini, shariat ilmlarini, tavhid ilmini, hadis ilmlarini, fiqh ilmlarini bizga ham o'rgatgin dedi. Mana bu narsani ayollar tushunib yetgan edi. Mana bu narsani tushunib yetsak, Allohning izni bilan bizning hayotimiz ancha o'zgaradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga aytdiki, bo'ldi, men sizlarga ilm o'rgataman. Sizlarda to'planadigan joylar faloncha ayolning uyi dedi. Va ayollar ana shu joyda
To'planishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga ba'zi diniy masalalarni so'ragan savollarga javob berdi. Ularga Allohning dinini o'rgatdi. Mana shunday bo'lishimiz kerak. Biz ilm o'rganishda haris bo'lishligimiz kerak. Rasululloh bizga aytayaptimi? Ilm o'rganishlik har bir ayolga va har bir musulmon erkakka farz deyaptimi? Demakki, biz mana bu narsani his qilib, bir narsalar qilishga harakat qilishligimiz kerak. Faloncha ayolning uyiga bordim. Uni qo'lida shuncha uzuk bor ekan, shuncha tillasi bor ekan, mebellari shunaqa ekan, tovoqlari, idishlari shunaqa ekan, girami shunaqa ekan, pardasi shunaqa ekan. Bu narsani bilishligimizda Alloh subhanahu va taolo bizga ajr beradimi? Yo'q. Alloh subhanahu va taolo bizdan so'raydigan narsasi ilm o'rganishligimiz. Ya'ni mehmonga borib keladi, mehmonga borib kelgandan keyin ayollar bechora erlarini boshini yeyishadi. Ya, menga shunaqa narsa olib bermagansiz. Mana bu o'xtining uyiga bordim, faloncha narsasi bor ekan, menda yo'q. Ya'ni bu narsalar bilan o'lchanmaydi-ku. Albatta musulmon kishi qo'ldan kelsa imkoni boricha olib berishlik kerak. Lekin musulmon ayolning g'ami shumi? Ya'ni musulmon ayolning g'ami pardasi, idish tovoqlari, mebellarimi? Yo'q. Vallohi Oysha onamiz uyida, sizlarning uylarda hozir bo'layotgan narsaning birortasi yo'q edi. Vallohi Hadicha onamiz uyida sizlarda hozir ishlayotgan narsalardan bittasi ham yo'q edi. Bittasini ham ishlatmagandi. Lekin sizlar shukr qilmayapsizlar. Sizlar o'shaning uchun o'lchovlar qo'yib olinglar. Sizlarning o'lchovlar dunyo bo'lmasin. Sizlarning o'lchovlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib keladigan din bo'lsin. Chunki insonlar mana bu din bilan o'lchanadi. Alloh subhanahu va taoloning huzurida insonning puli, insonning boyligi, insonning bola chaqasi mana bu narsalar bilan o'lchanmaydi. Alloh azza va jalla insonlarning qalbidagi ilm va bu ilmga amal qilgan taqvolari bilan Alloh azza va jalla qiyomatga ularni o'lchaydi. O'shaning uchun biz ilmni o'rganishga haris bo'lishligimiz kerak. Borsak, ayollar bilan bir joyda o'tirsak, g'iybat qilayotgan bo'lsak, falonchani gapirayotgan bo'lsak, faloncha axiyni gapirayotgan bo'lsak, faloncha uxtiyni gapirayotgan bo'lsak, bu bizning to'planishligimiz oxiratda bizga foydamizga emas, oxiratda bizga zararga bo'ladi. Ya'ni mana bu to'planishligimizda Alloh subhanahu va taolo bizga rozi bo'lmaydi, g'azab qiladi. Og'zimiz qon bo'lib turgan bo'lamiz birodarlarimizni go'shini yeb. O'shaning uchun mana bu holatlarda biz nima qilishligimiz kerak? Biz ilmni o'rganishlikni idrok qilishimiz kerak. Ya'ni biz mana bu ilmni o'rganmasak, nima qilmaymiz? Najotga erishmaymiz deb mana bu narsani bilishligimiz kerak. Aqlimizni ilm bilan to'ldirishimiz kerak. Aqlimizni bo'lar bo'lmas bekorchi narsalar bilan nima qilishligimiz kerak emas, to'ldirishligimiz kerak emas. Aqlimizni bizga Alloh subhanahu va taolo farz qilib qo'ygan narsalar bilan to'ldirishligimiz kerak. Va men bu narsada shu narsani eslatib o'tamanki, bizning aqlimiz, ya'ni miyamiz xuddi bu fleshka bor-ku, fleshka 20 gigabayt, 1 terabayt, shunga o'xshagan narsa bizning miyamiz. Unga har qanaqangi informatsiya kiraversa, to'g'ri bizni o'qiy oladiganimiz, bizga kerak bo'lgan informatsiyani qabul qilmay qo'yadi. Chunki bu pamitimiz to'ladi. Bunga misol aytaman. Nimaga madrasadagi o'qiganlar bo'lsa agar ichimizda, madrasada bir joyda o'tirib Qur'on yodlaganingiz tezroq yodlaysizda, lekin madrasada emasda tashqarida bo'lganingizda ko'p o'qiy olmaysiz, ko'p yodlay olmaysiz narsa. Hadis yodlayotgan bo'ling, Qur'on yodlayotgan bo'ling yoki boshqa bir fiqh qoidasini yoki boshqa bir matn yodlayotgan bo'ling, yodlay olmaysiz. Buni sababi nima bilasizmi? Madrasada ko'p yodlay olib, tashqariga chiqqanda oz yodlashning sabablaridan eng kattasi tashqarida bizning miyamizga har qanaqangi informatsiya kiradi. Ko'chaga chiqamiz, bitta reklamani ko'ramiz, mashinani ko'ramiz, har xil ranglarni ko'ramiz, televizor bo'lsa, televizor ko'zimizga tushadi, har bitta narsani ko'ramiz. Miyamiz uchun pamit to'lib qoladi. Pamit to'lgandan keyin bizni o'rganishligimiz kerak bo'lgan narsalar oson bizning unaqamizga kirmaydi, miyamizga kirmaydi. Lekin madrasada o'tirganimizda bizning ko'zimiz faqat Qur'onni ko'radi. Qur'onni ko'radi, o'sha shuvoq tushib ketgan uylarni ko'radiki, hozirgi madrasalar shuvoq tushib ketmagan. Ya'ni shu madrasalarning ichidagi narsalardan boshqa narsani ko'rmaydi. Miyamiz ko'p informatsiya qabul qilmaydi. Bizni miyamizni pamiti bo'sh bo'lganligi uchun Qur'onni oson yodlaymiz. O'shaning uchun biz miyamizni ilm bilan to'ldirishimiz kerak. Bekorchi xabarlar bilan emas. Musulmonlar ayollar to'plansa, yo kiyimini ochadi,
garderobini ochib ko'rsatadi. Bunaqa narsalar, opalar, bizning oxirat kunimizga foyda bermaydi. O'shuning uchun mana bu narsalarda nima qilishimiz kerak? E'tiborli bo'lishimiz kerak. Sahobalar kabi kerak bo'lsa aytishligimiz kerak. Shayxlarimiz bo'lsa, da'vatchilarimiz bo'lsa, bizga erlarimiz dars bera olmayotgan bo'lsa, shayxlarimizdan iltimos qilishligimiz kerak. Aytishimiz kerakki, bizning erlarimiz bizdan o'tib ketdi, bizga ham bitta kun ayring, bizga ham bir dars qilib bering deyishligimiz kerak. Demak, mana bu hadisdan bizga foydalardan bittasi, agar ayollar dars o'rganishligi kerak bo'lsa, ayollarning ichidan ilmlisi yo'q bo'lsa va ularga dars bera olmaydigan bo'lsa, bir da'vatchi yoki biror bir shayx ayollarga dars berishligi joiz ekan. Lekin buni bir sharti bor. Yo pardaning orqasidan yoki bizi masjidimiz bo'lsa, masjidda tepasida turib nima qilishligimiz, dars o'rganishligimiz joiz bo'lar ekan. Xo'p. Demak, sahobiya ayollar ham ilmni qay darajada qiymatini bilganliklari uchun Rasulullohning yoniga kelib nima qilibdi? Ilm talab qilishibdi. Va shu narsani ham unutmasligimiz kerak. Muslima ayol dinini, hukmlarini o'rganayotganida va mana bu hukmlardan savol so'rayotganda xijolat bo'lmasligi kerak. Ya'ni inson ilm o'rganishlikda agar xijolat bo'ladigan bo'lsa, ilm o'rgana olmaydi. Ilm o'rgana olmaydi. Bu har qanaqangi masalada. Chunki Alloh subhanahu va taolo haqni o'rganishdan xijolat bo'lishligini yaxshi ko'rmaydi. Alloh subhanahu va taolo biror bir kishini biror bir ilmdan agar johil bo'lsa, biror bir ilmni bilmasa va u ilmni o'rganishligi uning ustiga farz bo'lib turgan bo'lsa, buni so'rashlikdan xijolat bo'lishlikni Alloh subhanahu va taolo yoqtirmaydi. Alloh subhanahu va taolo yoqtirmaydi. Hatto mana bu bizdan oldingi sahobiy ayollar dinni o'rganish orzusida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga so'rashgan ba'zi bir savollarda istar istamas ayol kishi hayo qiladigan savollar ham bor edi. Ya'ni masalan hayo qilishladi so'raganda, lekin bu ayollar mana bu ustilariga farz bo'lgan ilmni o'rganishlik kerak bo'lganligi uchun ana u savoldan so'rashlikda hayo qilishmagan. Hozir mana bu savolni juda ko'pchilik musulmonni ayoli biror bir da'vatchidan mana bu savolni so'raydigan bo'lsa, aniq uyda janjal bo'ladi. Ya'ni mana bu savolni sen qanday so'raysan deydi. Aslida agar eri bilsa, eri nima qilgani yaxshi, aytib bergani yaxshi. Agar eri so'rab bersa, so'rab bera olsa, so'rab bergani yaxshi. Lekin mabodo bunaqangi holatlar bo'lmasa-da va mana bu ayoli borib ana u da'vatchidan mana bu savolni so'raydigan bo'lsa, aniq uyda janjal bo'lishi mumkin. Bu qanday savol deydigan bo'lsak, Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda aytiladiki, bir ansoriy ayol Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga hayz bo'lgan ayolni qanday g'usl qilishligini so'radi. Ya'ni hayz bo'lgan ayol qanday g'usl qiladi? Hayz bo'lgan ayol hayzdan tozalanishligi kerak. Buni qanday tozalaydi deganda, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki, sizlardan birortanglar suvni olib, yuvilmoqchi bo'lgan mana bu sidra o'tini deydi, bu sovun deyiladi. Ya'ni bu kishilardan birortanglar suvini olib va sovunni olib tozalanganidan keyin va mana bu tozalanishligini, yuvinishligini yaxshi yuvinganidan keyin ana u hayz bo'lgan joyga nima qiladi? Suv to'kadi. Va mana bu suv to'kkandan keyin miskka botirilgan matoh bilan ana u joyini yaxshilab tozalaydi, yaxshilab artadi dedi. Ana shunda savol so'ragan ayol Asma radhiyallohu anha al-Ansoriya qanday u yerni tozalaydi deganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam subhanalloh, u yer bilan ana u joyni tozalaydi dedi. Ana u matoh bilan tozalaydi deganda, Oysha onamiz radhiyallohu anhu u yerda ko'pchiliklarni eshitmaydigan holatida past ovoz bilan mana bu qon tekkan joylarni nima qilasan? Qaraysan, ana shu joyni izlarini o'chirib, izlarini tozalab chiqasan deydi Oysha onamiz radhiyallohu anha. Ya'ni qarang, mana bu narsani so'rashlikda ular hayo qilmayapti. Nimaga? Chunki men bu narsani bilmasa bo'lmaydi. Chunki o'zingiz o'ylab ko'ring, siz qanday g'usl qilishligingizni bilmasangiz va mana bu narsani so'rashlikka uyatib yuradigan bo'lsangiz, siz qanday Alloh subhanahu va taologa ibodat qila olasiz? To'g'rimi? Ya'ni sizni namozingiz ketadi bu yerda. Agar to'g'ri g'usl olmaydigan bo'lsangiz, to'g'ri tahorat olmaydigan bo'lsangiz va buni so'rashda xijolat bo'lib uyatib yuravergan bo'lsangiz,
Mana bu narsa siz uchun qiyomat kunida uzr bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taoloning huzuriga chiqqaningizda javob bera olmaysiz. Men uyatganim uchun so'ramadim ey Allohning rasuli, ey Alloh azza va jalla deb ayta olmaysiz. Ey Robbim, men uyatganim uchun men bu narsani so'ramadim deb ayta olmaysiz Alloh subhanahu va taologa. Yoki ayollar mayli erkaklardan so'ramasin, so'ragani uyatsin. Ayollar bir-bir bilan o'tirgan holatda ayollar bir-biridan men bu narsani so'rashga uyatishadi, hijolat bo'lishadi. Buni joyda hijolat bo'lmasligimiz kerak. Mana xuddi shunga o'xshagan savolni so'ralganida, ya'ni junub bo'lgan ayol qanday g'usl qiladi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, suv oladi va mana bu suv bilan yaxshilab yuvinadi va yaxshilab tozalanadi. Ana undan keyin boshiga suv to'kadi va mana bu suv sochlarining to tagilariga borgungacha boshini yuvadi, ya'ni boshini ishqalaydi va undan keyin ustiga ko'pgina suv to'kadi dedi. Bundan keyin Oysha onamiz aytdiki, shu ansoriy ayollar qanday ham yaxshi ayollar dedi. Ularni hayo qilishliklari dinlarini o'rganishliklariga to'siq bo'lmasdi. Ya'ni mana bu ayollar hayosiz emas edi bu savolni so'rayotganda. Mana bu ayollar bu savolni so'radi deb hayosiz emas edi. Bu ayollar juda ham hayoli edi. Lekin mana bu hayollari Alloh subhanahu va taoloni dinini o'rganishlikka taqiqmas edi, to'siq emas edi. O'shaning uchun biz ham mana bu ayollardan namuna olib nima qilishligimiz kerak? Kerak bo'lsa bilmagan narsamizni so'rashligimiz kerak. Ilm o'rganishlikda hijolat bo'lmasligimiz kerak. Yana Anas ibn Malikning onasi Ummu Sulaym Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelib savol so'radi. Ey Allohning rasuli, Alloh haq so'zda hayo qilishlikni amr qilmaydi. Ya'ni haq so'zni aytilayotgan paytda uyatishni, hijolat bo'lishlikni, hayo qilishni buyurmaydi. Ey Allohning rasuli, ayol kishi tushida ihtilom bo'lganida g'usl qilishligi shartmi? Ayol kishi tushida g'usl qilib qo'yadi, ihtilom qilgan bo'lsa, ihtilom bo'lib qo'ygan bo'lsa, bu ayol g'usl qilishligi shartmi? Deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar mani chiqqanligini ko'radigan bo'lsa, nima qilishlik kerak? G'usl qilishlik kerak. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ayollaridan bo'lgan Ummu Salama onamiz mana bu gapni eshitgandan keyin uyatib ketib yuzini to'sib olgan edi. Va payg'ambarimizga mana bu yuzini to'sgan holatida uyatib yuzi qizarib ketgan ekan. So'ratdiki, ey Allohning rasuli, ayol kishi ham ehtilom bo'ladimi? Ya'ni ayol kishi ham mana bu tushida ehtilom bo'lib qoladimi deganda, ha, ey qo'ling mana bu barokatga burkansin. Farzand, ya'ni bola onasiga qaysi sabab bilan o'xshashligini gumon qilasan dedi. Ya'ni mana bu agar ehtilom bo'lmasa, qaysi sababdan ayoliga o'xshaydi? Qaysi sababdan mana bu tug'ilgan bola agar mana bu ayol ehtilom bo'lmaydigan bo'lsa, qaysi sababdan onasiga o'xshaydi deb javob berdi. Mana shuning uchun biz ilm o'rganayotgan paytimizda nima qilishligimiz kerak? Ilm o'rganayotgan paytimizda uyatmasligimiz kerak, hijolat bo'lmasligimiz kerak. Imkon boricha savolimiz bo'lsa, buni so'rashligimiz kerak. Agar so'ramay yuradigan bo'lsak, oddiy masalan, qanday g'usl qilishni bilmaydigan bo'lsak, shuncha o'qigan namozimizni o'zingiz o'ylang. Ya'ni bu qanday Alloh subhanahu va taolo qabul qilmaydi-ku. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, sizlardan biringlar agar tahoratini buzgan bo'lsa, toki uni yangitdan namoz o'qib, agar yangitdan tahorat olmagungacha Alloh subhanahu va taolo ulardan namozini qabul qilmaydi dedi. Ya'ni biz agar uyatib qanday tahorat olishni, qanday g'usl qilishni bilmasak va buni noto'g'ri qilib yuradigan bo'lsak, bizning namozimiz, ibodatlarimiz ketdi degani. Buni hayo qilib so'ramayotgan bo'lsak agar, Alloh saqlasin. O'shaning uchun mana bu narsalarni so'rashlikda nima qilmaslik kerak? Hayolanmaslik kerak, hayo qilmaslik kerak. Xo'p, demakki, musulmon kishi har muslima ayolga ilmni o'rganishlik va mana bu ilmlarni tahsil qilishlik farz ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytgandek, har muslima ayolga va har bir musulmon erkakka ilm o'rganishlik farz edi. Va mana bu farzlarda ham erkak ham ayol teng. Illoki birorta bir istisno oyat, hadis keladigan bo'lsa, bu bundan tashqari. Xo'p, deylik, ayol kishi o'rganishlik kerak bo'lgan ilm bor. Bularning boshida qaysi ilmlar keladi? Ya'ni ayol kishi qaysi ilmlarni birinchi bo'lib o'rganishlik kerak? Qaysi bir ilmlarda birinchi o'rganishlik kerak deydigan bo'lsak, birinchi Alloh subhanahu va taoloning tavhidini o'rganishligimiz kerak. Zero har bitta amal mana bu narsani ustiga quriladi.
Zero har bitta amal mana bu tavhidni ustiga quriladi. Namozimiz, ro'zamiz, zakotimiz, bergan sadaqalarimiz, bergan haj ibodat qilayotgan haj ibodatlarimiz, umra amallarimiz hammasi mana bu tavhidni ustiga quriladi. Agar tavhid bo'lmasa, Alloh subhanahu va taolo bulardan hech qaysi birini qabul qilmaydi. O'shaning uchun avvalo o'rganishligimiz kerak bo'lgan narsa tavhid. Tavhid nima? Tavhidning qanday turlari bor? Ha? Mana bu tavhidni shartlari bormi? La ilaha illalloh, fa'lam annahu la ilaha illalloh dedi Alloh subhanahu va taolo. Bilki, ey Muhammad alayhisalom, Allohdan boshqa hech qanaqangi iloh yo'q. Ya'ni Allohdan boshqa iloh yo'q deyishlikni ilmi bor. Ya'ni buni ilmli bilan nima qilish kerak? Mana bu narsani ilm bilan o'rganishlik kerak. Biz avvalo ilm o'rganishlikda tavhiddan boshlaymiz, ana undan keyin shirkdan o'rganamiz. Tavhid nima, shirk nima? Chunki biz tavhidni o'rgansak-ku, lekin uni buzuvchi amallarni o'rganmaydigan bo'lsak, shirkning nima ekanligini o'rganmaydigan bo'lsak, yana biz Alloh subhanahu va taolo ibodatlarimizni qabul qilmaydi. O'shaning uchun muslima ayol avvalo ilm o'rganishlik kerakligini bilganida mana bu tavhid ilmlarini mustahkam o'rganadi. Tavhid ilmlarini o'rganadi. Bu tavhidni buzuvchi amallarni o'rganadi. Ana undan keyin boshqa ilmlarga o'tadi. Bundan oldin hech qanaqangi ilmga o'tish joiz bo'lmaydi. Tavhidni o'rganmagan bir ayol, bu ayol musulmon, muslima hisoblanmaydi. Har qancha Qur'on bilsin, har qancha arabcha bilsin, har qancha namoz o'qisin, har qancha sadaqa bersin, agar bu ayol tavhidni bilmaydigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo undan rozi bo'lmaydi. Agar bu ayolning hayotida shirk bo'ladigan bo'lsa, Alloh azza va jalla mana bu ayolni habata qiladi amallarini. Alloh azza va jalla payg'ambarga aytdiki: "Va laqad uhiya ilayka va ilal ladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk va la takunanna minal khasirin." Senga va sendan oldingilarga ey Muhammad alayhisalom shunday vahiy qildikki, ya'ni senga payg'ambar Muhammad alayhisalom va sendan oldingi payg'ambarlar, ya'ni barcha payg'ambarlarga Alloh azza va jalla shunday vahiy qilgan ekan. Nima ekan bu? La in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. Agar sen ey Muhammad alayhisalom shirk keltiradigan bo'lsang, la yahbatanna 'amaluk. Amallaring hammasi habata bo'ladi. O'shaning uchun tavhid, shirk. Birinchi o'rganishligimiz kerak bo'lgan narsa mana bu tavhid va shirk. Ya'ni la ilaha illallohning shartlari, uni buzuvchi amallar nima ekanligini bilishligimiz kerak. Allohga iymonning nima ekanligini, rasuliga iymonning nima ekanligini bilishligimiz kerak. Mana bu narsalarni o'rganganimizdan keyin eng birinchi bundan keyin o'rganishligimiz kerak bo'lgan narsa Alloh subhanahu va taoloning kitobini o'qishni o'rganishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloning kitobini o'rganishni boshlashligimiz kerak. Chunki bugun juda ko'p afsuski, juda ham afsuslanarli, juda ham achinarli holat. Ba'zi bir insonlar, musulmonlar, erkaklar, ayollar bo'lsin, men 5 yildan beri, 10 yildan beri men musulmon bo'lganman, muvahhid bo'lganman, 10 yil, 15 yildan beri deb maqtanadi, lekin hali Qur'on o'qishni bilmaydi. Bu achinarli holat. Shuning uchun har qancha biz tavhidni dalillarini o'rganaylik, har qancha biz musulmonligimizni da'vo qilaylik, lekin Qur'onni o'qimasak bu to'g'ri bo'lmaydi. O'shaning uchun Qur'onni o'rganishni boshlaymiz. Qur'onni o'qiymiz, Qur'onni oyatlarini tafakkur qilamiz. Zero bir insonni oyog'i dinda sobit bo'lishini xohlaydigan bo'lsa, avvalo Qur'onni nima qilishlik kerak? O'rganishlik kerak, Qur'onni o'qib chiqishlik kerak. Chunki biz mana bu narsadan bizning dinimizning manbasi Qur'on va sunnat. Mana bu narsani o'rganamiz. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan hadislarni o'qish kerak va mana bu namozimizga oid bo'lgan, ibodatlarimizga oid bo'lgan masalalarni o'rganishligimiz kerak. Undan keyin hadis o'qishligimiz kerak. Hadis ilmlarini, vaqtimiz bo'lsa hadis ilmlarini va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlarini, qanday da'vat qilgan, qanday sabr qilgan, qanday aziyatlarga sabr qilib turgan, Madinada qanday hayot kechirgan, biz eng ko'p Makka hayotini o'qishligimiz kerak. Va Makki suralar bilan Makka oyatlarini eng ko'p o'qishligimiz kerak. Chunki Rasululloh mana bu holatda Dorul Kufrda yashagan edi. Mushriklarni ularga qilgan aziyatlari bor edi. Rasululloh ularga qanday javob bergan, qanday ular bilan mujodala qilgan, qanday ularga kurashgan, mana bularni biz Makki suralar bilan va Makki bo'lgan da'vatdan o'rganamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Rasulullohga nozil bo'lgan Makki suralarni ko'proq o'qishligimiz kerak va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Makkadagi hayotini ko'p nima qilishligimiz kerak, o'rganishligimiz kerak. Keyin sahobalarni o'rganishimiz kerak, ilmimiz orttirishlik uchun, ko'paytirish uchun tobiinlar, mana bu narsalarni o'qishligimiz kerak. Va mana bu narsalarni o'qiganimizda ham sog'lom o'qishligimiz kerak, opalar. Ya'ni ham bu musulmonlarga ham tegishli, erkaklarga ham, musulmon opalarga ham tegishli. Ya'ni
u shoxdan bu shoxga sakrab yurmasligimiz kerak. U shoxdan bu shoxga, u tog'dan bu tog'ga sakrab yurishligimiz kerak emas. Bitta ilm, men qarash kerak inson. O'zi o'tirganidan keyin bir ilmni mustahkam o'rganmasdan boshqasiga o'tmaslik kerak. Tavhidni chala-pula, shirkni chala-pula o'rganib boshqaga o'tmasligimiz kerak. Tavhidni shartlarini mukammal o'rganib, shirkni shartlarini, shirkni buzuvchilar, shirk nima ekanligini oyatlar va hadislar mukammal o'rganib, keyin boshqaga o'tishimiz kerak. U yerdan bitta olib ozgina, u yerdan ozgina cho'qilib, bu yerdan ozgina cho'qilib, bu yerdan ozgina cho'qilib bunaqa bilan bo'lmaydi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, shubhasizki Alloh subhanahu va taolo sizlardan biringlarni biror bir ish qiladigan bo'lsa, uni sog'lom, yaxshi qilishligini yaxshi ko'radi dedi. Alloh subhanahu va taolo yaxshi qiladigan amalni, ya'ni bir amal qiladigan bo'lsak, bizdan uni haqqini berishligimizni va uni oxirgacha qilib yaxshi o'rganishligimizni yaxshi ko'radi. O'shaning uchun nima qilishligimiz kerak? Ilm o'rganadigan bo'lsak, tavhid, shirk, ana undan keyin qolgan ilmlarga o'tishligimiz kerak. Xo'p, va bu yerda shunaqangi narsa borki, tarixda musulmon ayollarni ilm bilan o'zlarini shuhratlarini ko'tarilishi, ya'ni ilm bilan aziz bo'lishlari. Ya'ni bizi dinimizda ayollardan ham shunaqangi olimlar chiqqan. Ular ilmda mashhur bo'lgan, ummatni faqiqasi deb, ummatni olimasi deyilgan bizi ajdodlarimiz bor. Buni biz bilishligimiz kerak. Ya'ni shuni his qilishligimiz kerakki, demakki, ayol kishi bo'lsa ham, agar ilm o'rganadigan bo'lsa, u xayr bilan yod olinadi. Islom mana shu tarzda ayol kishiga e'tibor bergan, qadrini, qiymatini bergan. Bunga misol beradigan bo'lsak, Oysha onamiz radhiyallohu anha hadisda va sunnatda islomdagi birinchi fiqh olimasi edi. Mana bu ayol edi. Islomda Qur'onni, sunnatni yaxshi bilgan, fiqhni yaxshi bilgan ummatni olimasi edi Oysha onamiz. Va u mana bu narsalarni bilganida, mana bu olima bo'lgan paytda endi 20 yoshda edi. 20-19 yoshda edi. Imom Zuhri tobiinlardan aytadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning barcha ayollarini ilmi bilan Oysha onamizning ilmini ikkita tarafga qo'yadigan bo'lsak, mana barcha payg'ambarimizning ayollarining ilmlarini bir tarafga, Oysha onamizning ilmini bir tarafga qo'yadigan bo'lsak, Oysha onamizning ilmi ustunroq keladi deydi Imom Zuhri. Ya'ni shu darajada nima bo'lgan? Shu darajada ilm bo'lgan. Bunga qanday erishgan? Nimaga qolgan ayollar, albatta ularning ham ustunliklari bor, lekin eng ustuni Oysha onamiz bo'lishligining sababi nima? Ilmga haris bo'lgan, ilm o'rgangan. Dardi mebel bo'lmagan. Dardi uydagi pardasi eskirib qoldi, buni o'zgartirishim kerak bo'lmagan. Dardi tilla taqinchoq bo'lmagan. Dardi har kuni targ'ibot sentrlarga borib, uni olib, buni olish bo'lmagan. Magazin yurish bo'lmagan. Telefonini markasini ko'tarish bo'lmagan. Yangi telefon chiqibdi, uni olmasam bo'lmaydi deb yurmagan. Oysha onamiz sabr qilgan, ilm o'rgangan, mana shunday holatga nima qilgan, yetib kelgan. Va yana ilmda mashhur bo'lgan, ilmda olima bo'lgan ayollardan bittasi mana bu zamonasining eng buyuk olimlaridan Said ibn Musayyabning qizi. Said ibn Musayyab mana bu salaflarda birinchi hisoblanadi, tobiinlarda birinchi hisoblanadi. U Said ibn Musayyabning qizini u paytdagi mo'minlarning amiri bo'lgan Abdulloh ibn Marvon unga sovchi qo'yadi. Ya'ni mana bu Said ibn Musayyabning qiziga ana shu vaqtning xalifasi uni qiziga uylanmoqchi bo'ladi. Ya'ni o'zingiz o'ylab ko'ring, bugun xalifa bor desak, bizning qizimizga xalifa sovchi bo'lib kelyapti. Buni kim rad qiladi? Hech kim rad qilmaydi. Ya'ni sizning qizingizga xalifa keladi-yu, siz buni rad qilasizmi? Ya'ni bu xalifani qo'ying, bugun kunimizda bitta uyi, bitta mashinasi bo'lsa, mana bu odamlarni tanlashyapti hozir. Xalifa bo'lish yodida tursin. Ozgina mablag'i bo'lsa, ozgina puli bo'lsa, buni birinchi o'ringa qo'yishyaptiki, biz mana bu ayolga nima qilamiz? Mana bu erkak kishiga qizimizni beramiz. Albatta bu o'zlarining haqqi, lekin Said ibn Musayyab rad qiladi. Said ibn Musayyab xalifani qizini xalifaga berishga rozi bo'lmaydi. Qaytaradi.
Kimga beradi? O'zini talabasi bo'lgan, o'zidan ilm o'rgangan Abdullohga nikohlaydi. Ya'ni Allohu akbar. Ya'ni salaf nima uchun maqtalgan desak, mana ko'rishligimiz mumkin. Salaf boylikdan, shon shuhratdan, yulduz bo'lishdan ilmni ustun qo'ygan. Salaf har bitta dunyoni qo'llarini teskarisi bilan itarib ilmni birinchi o'ringa qo'ygan. O'shaning uchun bular salaf bo'lgan. O'shaning uchun islomga kirish, islomga xizmat qilishda bular birinchi bo'lgan. Bu odam mana bu talibini, o'zini shogirdiga qizini beradi. Bugungilarni ko'radigan bo'lsangiz, ilm eng oxirgi o'rinda. Illa man rahima robbi. Bugun insonlarda nazarida birinchi o'rinda turishlik kerak bo'lgan narsa o'zi ilm ahli. Alloh azza va jalla fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun dedi. Agar bilmasanglar ilm ahlidan so'ranglar dedi. Lekin afsuski tarozilar, mezonlar o'zgarib ketganligi uchun zamonda insonlarda ulug'laydigan narsasi pul, boylik, mansab, shon shuhrat, yulduzlik bo'lib qolganligi uchun birinchi o'rinda afsuski pul turadi. Boy odamga muomala qilgandek ilm ahliga muomala qilishmaydi. Bu musulmonlar ichida ham bor. Illa ma rahima robbi. Umumiy holatda aytmaymiz, lekin ko'pchilik shunaqa. Hukmlar ko'pchilikka qarab beriladi. Hukmlar ko'pchilikka qarab beriladi. Kunimizda mana bitta ilm ahli bor, qaraysiz, hech kim buni holdan xabar olmaydi. Uni boshiga problema kelib qolsa, uni qamalib qolsa, uni ayoli kasal, hech kim u darajada muomala qilmaydi. Lekin bitta boy qamalib qoladigan bo'lsa, oho, hamma uni boshida parvona bo'ladi. Hamma uni orqasidan yuradi. Boy aka, kamchiligingiz bormi? Boy aka, bizga xizmat bormi? Lekin aslida unaqa bo'lib parvona bo'lishlik kimga qilishlik kerak edi? U darajada ilm ahliga. Chunki ilm ahli agar ilmida sobit turayotgan bo'lsa, insonlarga haqni yetkazaman deyotgan bo'lsa, bu odam albatta Alloh subhanahu va taolaning huzurida ham, insonlarning huzurida ham nima bo'lishlik kerak? Oldinda bo'lish kerak. Salaf mana bu narsani qildi. Boylik, shon shuhrat kelganini qabul qilmadi, ilmni oldinga qo'ydi, qizini xalifaga emas, mana bu odamga, ya'ni o'zini shogirdiga berdi. Va insonlar ko'rdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatini, Alloh azza va jallani oyatlarini bilgan eng yaxshi er-xotin bular edi. İnsanlar bildiki, chunki Said ibn Musayyab olim. Albatta buni qizi ham olim bo'ladi. Olima bo'ladi. Va unga turmushga, unga uylangan ham Said ibn Musayyab o'zining shogirdi. Demakki bular nima? Ilmda eng oldin, eng ustun darajadagi insonlar bo'lgan. Va bir kuni Abdulloh tashqariga chiqmoqchi bo'ladi. Ayoli qayerga ketyapsan deb so'raganda Abdulloh aytadiki, men otangning yoniga, otangning ilm majlisiga, ilm o'rganishga ketyapman deganda ayoli aytadiki, sen bormasang ham bo'ladi, senga otamning ilmini men o'rgataman deydi. Va Abdulloh bir oy otasini, ya'ni mana bu qizning otasini Said ibn Musayyabni ilm halqalariga bormaydi. Bir oy. Va mana bu ayoli mana bu ayolini ilmini o'rganadi, otasidan olgan ilmlarni mana bu eriga o'rgatadi va otasidagi halqalaridagi ilmdan ham ko'proq ilm o'rgangan bo'ladi. Ya'ni buni qarang, Alloh subhanahu va taolo shunaqangi darajada bu Abdullohga ne'matini berganki, otasidan ham ko'proqni ilmni qizidan olgan. O'shaning uchun biz ayol kishilar ilmni birinchi o'ringa qo'yishligimiz kerak. Bir musulmonlar ilmni, ilm ahlini qadrlashimiz kerak. Buni bilishligimiz kerak. Va mana bu joyda ko'rinadiki, demak ayol kishi bo'lsa ham undan ilm o'rgansa bo'lar ekan. Johil, munofiq, qalbida manazi borlargina mana bu narsani haqorat qiladi. Ya'ni bir erkak kishi bir narsani bilmasa, ayolidan o'rganadigan bo'lsa, bu kulgili qiladigan, masxaralanadigan emas. Ba'zi bir johil, munofiq bo'lgan, murtaddan bo'lib ketdi ular. Shunaqa odamlar bor edi. Ayolidan ilm o'rgangan kishini masxara qilishardi. Ular bilmasmidiki, sahobalardan ham ko'pchiligi nima qilgan? Ayoli sababli hidoyatga kirgan, xosatan Ikrima radhiyallohu anhu. Ikrima radhiyallohu anhu musulmon emas edi, mushrik edi. Uni ayoli sababli Alloh subhanahu va taolo hidoyatiga nasib qildi. O'shaning uchun biz bilishligimiz kerak, ayol kishidan ilm o'rganishlik ayib emas. Aslida asl ayib ilm o'rganmaslik. Ha? Ayolimizdan ilm o'rgansak, bizdan ilmi ustun bo'lsa, buni o'rganishlikda hech qanaqangi nimasi yo'q, hech qanaqangi muammosi yo'q. Demakki, musulmon kishi
muslima ayol nima qilishlik kerak? Ilmni o'ziga oldin qo'yishlik kerak. Ilmni har birini ham erkak ham otalar buni yaxshi eshitish kerak. Qizingizga ilm ahlidan turmushga berishlikka kelayotgan bo'lsa, Qur'on yodlagan, hadis yodlagan, muvahhid bo'lgan bir erkak yo taqvosi bor, Allohdan qo'rqgan birorta bir erkak keladigan bo'lsa, avvalo shunga bering qizingizni. Puli borga berishingiz mumkin. Bu haqqingiz, lekin siz o'lchovingiz noto'g'ri. Sizning o'lchovingiz noto'g'ri. Ilm ahliga bering, inshaalloh ko'rasiz, zarar ko'rmaysiz. Mana buni boyligi ketadi. Mana bu odam bir kun bankrot bo'lib ketishi mumkin. Alloh azza va jalla xohlasa olib qo'yadi. Lekin ilm ahli albatta ustun har bir qolgan insonlarga qaraganda. O'shaning uchun qizingizga biror bir sovchi kelganda, biror bir qizingizga odam kelganda, uni birinchi boyligi emas, ilmini so'rang. Nima o'qigansiz? Avvalo aqidasini so'raysiz. Aqidangiz qanaqa? Nima o'qigansiz? Kimlarda o'qigansiz? Qanaqa kitoblar o'qigansiz? Bundan keyingi rejalaringiz nima? Biznikilar nima dedi? Nima ish qilasiz? Nechta uyingiz bor, mashinangiz bormi? Bunaqa savollar keyingi savollar. Bular birinchi beriladigan savollar emas. Birinchi beriladigan savollar aqidangiz qanday? Nima o'qigansiz? Qanaqa ilmlarni bilasiz? Keyin u nima ish qilishi, uyi bormi, yo'qmi? Keyin bu narsalar so'raladi. Xo'p, va oxirgisi muslima ayol kitob o'qishdan uzoq qolmaslik kerak. Kitob o'qimagan insonni dunyo qarashi o'zgarmaydi. Ya'ni bu albatta birinchi o'qilishligi kerak bo'lgan shar'iy kitoblar, mana bu ilmlar, undan keyin dunyoviy kitoblar ham o'qib turishlik kerak. Insonni o'zini rivojlantiradigan, o'zini ustida ishlaydigan kitoblar, insonlarga bo'lgan muomalasini, etika va estetikani o'rgatadigan kitoblarni ham o'qib, nima qilishlik kerak? Mana bu narsalardan foydalanib turishlik kerak va kitob o'qishlikdan uzoq qolmaslik kerak. Ba'zi bir joylarga boramiz, axilarning uyiga mehmonga boramiz, yo boshqa bir joyga boramiz, ko'ramizda kitoblar yig'ib olishgan, maşalloh. Ya'ni bu narsaga gap yo'q. Har qanaqangi kitob bor, lekin bilasiz, o'qilgan kitob qanaqa, o'qilmagan kitob qanaqa. Ana auzubillah, ya'ni bizni olayotgan kitoblarimiz mehmonxonada turadimi? Ya'ni mehmon kelganda ko'rishligi uchun olganmizmi bu kitoblarni? Mehmon kelsa ko'rsatgani mehmonxonaga qo'yib qo'yishadi. To'g'ri emas. Mayli deylik, boshqa xonangiz bo'lmasa mehmonxonada tursin. Deylik boshqa joyda, boshqa xonada joy yo'q, endi mehmonxonada turadi. Lekin ko'pchilikda ko'raman kitoblar mehmonxonada. Ya'ni mehmon kutib oladi. Endi mehmon kelgan mehmon shuni deyishlik kerakmi? Shuni xohlayapsizlar, mashalloh, axini shuncha kitob bor ekan. Yo'q, bu narsalar to'g'ri emas. Kitob olganimizdan keyin o'qishligimiz kerak. Juda ko'p joyga bordim, musulmonlarning uyiga. Kitob bor, lekin aniq juda ko'p ochilmagan. Juda ko'p ochilmagan. Men bu o'qilgan kitob bilan, ochilgan kitob bilan, ochilmagan, varaqlanmagan kitob bilinadi. O'shaning uchun biz kitobni vitrinimizda tursin, chiroyli tursin, mehmonga ko'rsataylik. Va mehmon kelganda mashalloh shuncha kitob bor ekan deyishlik uchun olmaylik. Qiyomat kuni har bitta olgan kitoblarimizdan so'ralamiz. Har bitta olib o'qimagan kitoblarimizdan so'ralamiz. O'shaning uchun muslima ayol kitob o'qishlik kerak. Kitob olganda ham insonlarga ko'z-ko'z qilishlik uchun emas, uni o'qishlik uchun olishlik kerak va kitob o'qishlikdan uzoq qolmaslik kerak. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka va atubu ilayk. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.